Salom qizlar. Hozir sizlar bilan do'pposli video ko'ramiz. Men bu oyoq kiyimni 2 yildan beri kiyaman, lekin tegi oqini hech nima bilan ketkazolmaganman. Zubnoy pasta, zubnoy shotka, domestos, azilit hammasini ishlatganman. Battar sariq bo'lganki, lekin umuman oqarmagan. Lekin shu vositani ishlatganimdan keyin ko'rib turibsizlar, tegi sariqlari o'zoq pishishni boshladi. Men ularga yordam berish uchun bir ikki ish qilib borib, sariq joylarini yaxshilab tushirib, muzdek suvda chayvordim. Yaxshilab chaysanglar shunaqa oqarar ekan. Ko'rib turganinglardek rezultat ko'zlarning oldida. Yosh bolasi bor onalar uchun bunaqa oyoq kiyim juda ham qulay, lekin tegi sariq kir bo'lib yotsa, odam o'zini juda ham noqulay his qilar ekan. Shu noqulaylikdan meni vel vositasi olib chiqib ketdi. Menga obuna bo'lib, bu videoni oyoq kiyimini oqartira olmay qiynalib yurgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Foydali bo'ladi.